Toshkentdan salom, assalomu alaykum. Akalar, opalar, qaranglar, men sizlarga hozir biznesingiz uchun zo'r narsa ko'rsatmoqchiman. Qaranglar mana. Kafengiz bo'ladimi, restoraningiz bo'ladimi, magaziningiz bo'ladimi, umuman farqi yo'q. Nima joyingiz bo'lsa, mana shu narsadan orasini yaqin qilib terib qo'yilsa, atmosferani do'dasi bo'ladi. Uzoqdan bitta qaraganda kechqurun yonib turadi. Men buni shaxsan o'zim bolalar bilan borib, ustunovka qilib, o'zim o'rnatib ketaman. Qancha ketadi hisoblab, metrlarigacha cho'tki qilib hisoblab, sizga birinchi qo'l narxda qilib beramiz. Zo'ra, buni oq ranglisi ham bor. Xo'p, sifatiga keladigan bo'lsak, bu germetichli bo'ladi. Yomg'irga, suvga chidamli bo'ladi. Aynan shunisi premium ko'rsatadi joyingizni. Buni oq ranglisi ham bor. Joninglar sog' bo'lsin, Toshkent bo'ylab aloqaga chiqinglar. Xudo xolasa, shaxsan o'zim hisoblab berib, borib, ustunovkalargacha qilib berib, cho'tki qilib ketamiz.